Ey iymon keltirganlar, Allohni ko'p zikr qilinglar. Mana endi Alloh taoloning Subbuh ismini dars qilyapmiz. Subbuh, as-Subbuh ismi tasbih so'zidan olingan ekan. Mana endi tasbih aytishligimiz ham birodarlar haqiqiy bo'lishligi kerak. Alloh taoloni har qanday ayb nuqsondan, kamchiligidan poklashlik degani. Subbuh, ya'ni Alloh uni poklash kerak, uni ulug'lashlik kerak. Lekin siz bilan biz har qancha Alloh taologa tasbih aytib, u zotni poklamaylik ayb nuqsonlardan, bizni aytgan tasbihimiz lozim bo'lganchalik tasbih bo'la olmaydi. Har qancha ulug'lamaylik, biz baribir kerak bo'lganida qilib ulug'lay olmaymiz. Chunki bizni o'zi nuqsonliligimiz tayin. Biz nuqsonli bo'lganimizdan keyin qilgan ishimiz ham nuqsonli bo'ladi, birodarlar. Kechqurun qiyomul layl namozini o'qib, ertaman kekkayib yurgandan ko'ra g'ururga ketib